Dadasi nima bu? 1 yillik gapimni pulni oldim. Tila-tilagini. Bajarmagan bor-ku, yomon bola. Dadasi, menga pul kerak emas, vobshe kerak emas. Nima? Kerak emasmi? Undan ko'ra dadajon bilan oyijonga bering. Axir ular sizni noldan katta qilishgan, mehr berishgan. Endi mehr berish sizning galingiz dadasi. Rohatingizni ko'rishsin ular ham. Xotin o'zingsan? Senda ayollar hali ham tirikmi? Menga bu pullaringiz kerak emas. Sizning mehringiz kerak dadasi. Bularni dadajon bilan oyijonga bering. Ya onasini emsin, vaqtliroq uylansam o'lamanmi ya? Xotin. Labbi dadasi? Yur, bir shahar aylanib xotin mazza qilib shashlik xo'rlab kelaylik. Dadasi, nima deyapsiz? Meni bir kosa ovqatga qornim to'yadi. Hozir aylanishga borsak kamida $100 ishlatib kelamiz. Undan ko'ra o'sha pulni akangizlarga bering. Hozir ular bizdan ko'ra ancha pulga muhtojlar. Yedani. Men kimga uylanib qo'ydim-e? Shu mani xotinimmi? Xotin. Labbi dadasi. Xullas, senga bir zo'r sovg'a bor. Nima ekan? Voy. Xotin, seni tug'ilgan kuning uchun bor-ku, maxsus Oloy bozoridagi diamantlar do'konidan mana shularni senga oldim. Bu menga shuncha pul ishlatdingizmi? Buni ham palon pulga olgan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, oling, menga kerak emas bular. Oling. Xotin, sen o'ylagan katta xarajatni qilganim yo'q. Diamant do'konida bor-ku, bo'lib to'lashga berar ekan. Narxi arzon ekan. Bo'lib to'lashga oldim buni. Buni-chi singizga bering. Menga umuman tilla kerak emas. Mushtari ham bo'radi. Qarganimda tilla berasiz. Bo'pti, men ishimni qilay. Ya onasini emsin, men kimga uylandim ha? Xotinim qanotsiz farishta. Qanotsiz farishta. Qanotsiz farishta. Molda uxlaysiz boru, 1 soatdan bir uyg'otaman, turmaysiz a? Xonani hidini qarang, derazani oching undan ko'ra. Voy, tullami bu? Oling bu yoqqa, meniki bu. Buni singlingizga bering deding-ku. Singlingizga? Singlingizgacha ana eroq bersin. Nimaga siz olib berar ekansiz? Siz menga olib bering undan ko'ra. Nima bo'lasan ishdingmi? Nima yo'q krutoy pavorot qildingmi? Muncha o'zgarib qolding? Nima deb bajarayapsiz? Undan ko'ra puldan cho'zing. Gapimni pulini berishim kerak. Salonga borishim kerak, kiyim olishim kerak, tirnoqlarimni qildirishim kerak. Keyin tayyorlanib turing. Bugun meni butun shahar aylantirib kelasiz. Yaxshilik va yomonlik yonma-yon yuradi desa ishonmasdim. Mana nima uchun odamlar ichkilikka berilib ketyapti. Aka, kechiring, xafa qilib qo'ydim, bilaman. Bare. Uf, kechiring dedim-ku. Bilaman, xafa qildim, kechiring dedim. Yurakdan taqting bir joyga, tushundingmi? Nima xafa bo'laverasiz? Kechiring dedim. Aka, bilaman, xafasizman. Bir marta eshitding meni. Bilaman, sizni dilingizni og'ritdim. Sizni dilingiz og'rigani uchun meni ham dilim og'ridi. Meni dilimni og'riganining sababi sizsiz. Shuning uchun sizdan qattiq xafaman. Umuman men bilan gaplashmang. Nima? Shunda hozir men aybdormanmi? Все. Ortiq yasholmayman.